Xo'sh, xushxabar bilan keldim. Xushxabar. Nabiyev, sizga donor topildi. Xo'sh, 14 ta odamdan analiz olganmiz. Shular ichida Avaz va Malikani buyragi sizga to'g'ri keladi. Malika. Singlim. Aka. Bular sinizmlar? Meni singlim ham, opam ham, qizim ham shu Malika. Doktor, operatsiya qachon? Operatsiya tez kunda. Faqat eringiz bu donorligingizga rozi bo'lish kerak. Va keyin sizga tug'ish mumkin emas. Bular rozi bo'ladilar? To'g'rimi? Ha. Malika qarab o'rgan. Aka, men hozir. Malika, tushunaman, sog'liq muhim. Ayniqsa, jigarlar sog'lig'i muhim. Lekin menga o'g'il kerak. To'g'ri. 3 ta qiz bilan o'tib ketishni xohlamaysiz. O'g'il kerak. Lekin menga aka kerak. Malika, Har qanday shartingizga roziman. Doktor, sizdan iltimos. Boshqa donor topaylik. Singlimga biror bir bahona topib, uni buyragini olmaylik. Menga singlimni oilasini tinchligi kerak. Eringiz gaplarni eshitib qoldilar. Akay sizni buyragingizni olishga rozi emas. Nabiyev. Sizga donor topildi. Rostami? Rahmat. Malika. Qanaqasiga? Akay siz buyragingizni olishga rozi emas. Akam shunaqa qaysar. Akamga
boshqa donor topganingizni ayting. Sizga donor topildi. Rahmat. Onam menga tashlab ketgan yolg'iz yodgorim singlim. Bir erkakni tug'ilishiga sababchi bo'lolmasam ham, bir erkakni yashashiga sababchi bo'ldim. Shukur shunday yelka berdi, beminnat suyanganim. Bu dunyoda hech tengi yo'q, mehribon akam meni, mehribon akam meni. Mehribon singlim meni.